Assalomu alaykum, men Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E60 mashinasi narxi 13.900 $ o'rtoqli bo'lishi. Kanalimizda eng tez sotilayotgan mashinalardan bittasi BMW E60 Samurai mashinasi bugun sotuvimizda. Mashinamizning ma'lumotlari 2004-yil M54 2,5 litr avtomat korobka bilan jihozlangan o'rtoqlar. Yana eng qizig'i dokumentalniy propanga ruxsatlari bor. Mashinamizga eng zamonaviy texnologiya asosida propan uстановка qilingan 90 talik to'liq zapravka qilinsa 500-550 km yurayotgan ekan o'rtoqlar, qoyilmisizlar. Xo'p, mashinamizning old bamperi, parogi, orqa bamperi M qilib qo'yilgan, tayyor qilib. Orqa bamper o'zini zavodskoyi M ga o'xshatib chiroyli qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Mashinamizning lyuklari bor, stiklanniy. Mashinamiz zadniy ведущий bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qaranglar. O'ziga shunaqa tortyapti mashinamiz. Orqalari tayyor qilib qo'yilgan, 4 talik qilib chiqartirishga. Mashinamizda ozgina hado'ylarda ishlari bor ekan o'rtoqlar. Ataki juda ham chiroyli mashinamiz. Salon qismiga o'tamiz. Orqa laboy shtorkalari bor ekan, elektronniy, zavodskoy. Mashinamiz 330 ming yurgan. iPhone rullada. Yuklarimiz stiklanniy, ko'rishingiz mumkin. Saloni ham приятный. Faqat shu sideniyani iloji bo'lsa koja kraskada bitta septirib olish kerak, lekin yirtilgan joylari yo'q. Orqa qismi o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda Toshkentda o'rtoqlar, bemalol kelib, tekshirib, baraka qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinamizdan bitta o'ng tarafda udar bo'lgan ekan. To'g'irlab ideal qilib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. Kim olsa ham yaxshi kuniga haydasin. Okey, mashinangiz muborak bo'lsin.